Bu 300 so'm. 300 so'm senga chiqar. Yo sen baba ko'ryapsan-ku qo'shiling, xudo xolasa. Ber 13 so'mga bersiz oldi aka, xursandchilik bilan. Baraka topaylikmi? Xursandmisiz? Xursandmisiz? Bering unchalik qilmay aka. Yaxshi pulga sotyapsiz nima bu aka? Yo'q narsalar. Bering 13700 ga. 300 so'm bosib qolmaydi, bering. Qo'shing. 200 so'm o'tib bering bo'pti. Mayli. O'g'il bola. Shuni solib kirib ketadi aka, to'g'risida, shuni solib kirib ketadi. Mana damskizlar deni gaplashamiz. Xursandmisiz? Damskining nechta? 10 dona. Xursandmisiz? Qo'shing. Ha, qo'shing deb olib borib qo'yapsiz. 13800 so'm yomon pul emas-da aka. Ya o'zim ham yomon emas-da. Ya o'shancha savdo bo'lyapti, yomon uzun savdo bo'lgan. Yo'q, bering 13800 Ha babo, ber babo. Oldim, to'g'ri. Ozgina qo'y. 14 mingga menga qara. Ber Ber 14 mingga bersin, ber. Uka 14 mingga bersiz oldi, oldi. bozorda bersin aka. Yo'q narsalar bu yerda aka. Bering, xursandmisiz? Yoningga 5 so'm pul qo'yapti. Menga qara, xudo. Ber jonuka, nima oylik qo'shaylik. Sira, bering. Yaxshi joyga haydaysiz, uzoqqa bormaysiz. Bering, yashil makinaga bering. 11,5 so'm qo'yapti. Endi barakasini bersa o'sha 500 so'm deyman aka. 11,5 mingdan qana olgansizlar, nimasini olgansizlar bilamiz bu aka. O'sha 100 ga aka. 14 ming so'mga bersiz oldi aka. Bizga so'm ming foydalanmaysizmi? Barakasini bersin. Xursandmisiz? Qimmatroq olingan. Bering endi. Yo'q, o'shancha qimmat qo'yapti. 14 ming so'm ozod qo'yma aka. 5 pul foyda qo'yar. 500 so'm xolos. Ikki kishimiz bor. Baraka topaylikmi? Bering, bakalash. Bering aka, buning ichida bakalash yuzganmisizlar, saqlamak yuzganmisizlar. Damiskisini alashib olgan biz bilmaymiz bu narsani aka, bizga qorong'i. Bor o'zim savdo qilyapsiz. 14 mingga bersiz oldi aka. Xursandmisiz? Qo'shing. Qo'shalimi? Baraka topaylikmi? Baraka topasiz. Qo'shing. Ber aka. Ber Bering uka, unchalik qilib yubormang aka. Ber uka, bugun berchi birinchi qochin qilyapti. Bugun bering bo'pti. Kishiga olishda Avvaliga ol. Ber aka. Xursandmisiz? Bering qochib ketyapti. 14,5 ga berdim. Yo'q, unga qimmat bo'lib qoladi. Yo'q, unga qimmat aka. Kel aka. Hozir 500 so'm foyda qolsa, 14 mingga 500 so'm foyda qolsa, bu ke baba. Yo'q, unga aka menga qarang. Unga qimmat bo'lib qoladi. Xolasiz bering, xolasiz bermay 200 so'm qo'shib beramiz, 14 ming so'm bersiz oldik, bo'lmasa mayli bozoringiz bersin. Yo, deqa 14300 ber. 200 so'm ber bugunga. Baraka. Yushib haydang aka. Davay, bos. Oshirma, yo'q. Namiz kechani. O'sha yerga kelishib olaverasan, baba.